Assalomu alaykum aziz obunachilar hamda kuzatuvchilarim. Bugun bir ajoyib hayotiy ertakni sizlarga o'qib bermoqchiman. Muhabbat achchiqni ham shirin qiladi degan mavzusida ekan. Agar yoqsa albatta kommentariyalarda yoqdi degan so'zni qoldirib obuna bo'lishni unutmanglar. Qani ketdik, unda boshlaymiz. Bir kuni bir kishi do'stiga tarvuz sovg'a qilibdi. Haligi kishi tarvuzni uyiga olib kelibdi. Uyiga kelgach, shu paytgacha doim rafiqam menga xizmat qildi. Bugun men unga xizmat qilay debdi. Tarvuzning bir bo'lagini kesib rafiqasining oldiga qo'yibdi. Rafiqasi tarvuzni ishtaha bilan yebdi. Umr yo'ldoshiga rahmat aytibdi. Kishi tarvuz xotiniga yoqqanidan xursand bo'lib yana bir bo'lak kesib beribdi. Rafiqasi uni ham yebdi. Yeb bo'lgach rahmat aytishni ham unutmabdi. Haligi kishi oxirgi bo'lagini o'zi yemoqchi bo'lib bir tishlagan ekan, zaharday achchiq tarvuzni qanday tuflab tashlaganini o'zi bilmay qolibdi. Qo'lidagi tarvuzni otib yuboribdi. Keyin rafiqasiga qarab, "Shunday achchiq tarvuzni qanday yeding?" debdi. "Hojam, siz menga shuncha mehribonchilik qildingiz, qalbimni zabit etdingiz. Sizga bo'lgan muhabbatim shunchalar kuchaydiki, sizdan kelgan har bir narsa men uchun totli bo'ldi. Shu sabab ham tarvuzning achchiqligini umuman his qilmabman" degan ekan rafiqasi. Haqiqatdan ham chin dildan sevgan odam suyuklisidan kelgan har narsani totli deb qabul qiladi. Hatto zaharday tarvuz ham unga asaldek shirin tuyuladi. Obunachilarim, agar mana shu ertak sizga ozgina bo'lsa ham bir nimadir bera olgan bo'lsa, juda ham xursandman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.